Assalamualaikum Erik TV'nin aziz görünmelleri. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Yakınki bir aydan buyon Xitoy hakkerlarining Erik televiziya tor bitiga o'zisi hujum qilish sababli va Erik televiziyasining bosh markazini Turkiya Istanbulga ko'chib kelganligimiz uchun bir aydan buyon davomli film yo'llab turish fursati bo'lmadi. Bugun yana arkadaşlarla bilan yuzlashganligim uchun intayin xo'shalman. Hürmetli televizyon köyçüler, Erik televiziyası 2009 yılı 9. ayda kurulgandan buyon normal her haftada 2-3 son yani haber yollab kelyapmiz. Yakınki bir 2 aydan buyon hozir so'zlab o'tgandek ma'lum sabablar bilan xabar yo'llayolmagan. Erik TV'nin yani bu yerda ishlayotgan odamlarimiz nihoyatda kamchil bo'lganligimiz uchun keklik bir doirada xabar beryapmiz. Şoňdan biz bugünkü söhbet programımızda Yaponiyada yaşayotgan bir kısım Uygur ziyaliler bilen söhbet edip bardık. Bugün tunji Yaponiyadaki kılınan söhbetimiz Yaponiyada Tokyo şehrinde yaşayotgan Turmehmet aka bilen kelgen söhbetimiz uzunladı buludu. Qani yaqtırıp köýgeysizler. Assalamu alaykum Turmehmet efendim, qanday ahvalınız, yaxshimisiz? Aleyküm assalam. Abdurrahman akam, qanday ahvalınız? Özünüz yaxşı turdunuz? Rahmet. İnşallah nayet obdan xizmetlerini qılıwatsız. Men hem Yaponiyalik bir Uygur ziyalisi buluşupdum bilen, al bilen sizge rahmet eytime. Rahmet, sizge mi rahmet? Turmehmet efendim, bu bugünkü programımız hem şu Yaponiyadaki Uygurlarning ahvoli hakkında yani maxsus bir etraflı bir programı kılaylı edip sizge telefon qılatıma. Bu programımızı başlaştım burun. Aldı bilen televizyon köyçülerimizge sizni bir kısa tanıştırsak, yani siz kim? Nimiş kılgan adam, bunu televizyon köyçülerimiz kısa bir düşençe asıl kısa. Onunla ilkin sual cevaplarımızı başlasak. Aldı bilen özünüzü bir tanıştırıp etken bolsanız. Rahmet. Men ismim Turmehmet Haşim buldu. Asli 1994 yılı men Yaponiyaga Fukuoka'daki Kyushu Üniversitesi degan bir üniversiteye aspirant bilan kelgandim. Kelishdan burun vatanimizdagi Yezillik institutida, hozir Yezillik dashi bo'lib ketdi. Shu yerda so'zchilik fakultetida o'qituvchi edim. Dashini Beijing Noya dashida o'qigandim. 85-yili bitirib, shu yili Banundaymiz. Baynu şehrindeyimiz burun hemde. Hazır Yezillik institut daşesideyimiz. Yani şehirde okutuvchi bo'lib ishlagandim. 94 yılı Kyushu Üniversitesiga kirib, 99 yılı doktorluk unvoni aldım. Doktorluk unvoni olgandan keyin mening o'qituvchim hamda doktorluk unvoni olgandan keyin vatanning qaytsan degan taklifni bergan. Lekin men vatanga qaytishni xohlamasdan Yaponda turib qilishni arzu qilgandim, muallim buni unumadi. Unumaganda men hamda o'zim bir shirkatdan xizmat tepib, hamda asli ilmiy tadqiqot bilan shug'ullansam bo'ladi, lekin unda sharoit menga bo'lmagandan keyin men bir shu shaxsiylarning bir shirkatida ishlab 99-yildan hozirgacha shunaqa bir shirkatda ishlab kelyapman. Burun Kyushu taraf tug'andim. Yaponiyaning oroli 4 cho'ng orol bor. Shuning ichidagi Kyushu oroli deymiz. Shu yerda tug'an. U yerda 2003-yilda tug'dim. Tokyoga 2004-yilda keldim. Tokyoga kelgandan keyin boshqa bir shirkat xizmat qilib ishlab, hozirgacha Tokyoda turib kelyapman. Ko'p rahmat, Turmehmet efendim. Endi sualımızda başlasak, birinci sualım Yaponiyadaki Uygurlarning bir sani taxminen qanchalik ve bular qaysi bölgelerde jiqroq yaşaydı? Bularning şu anki normal nemislar bilan shug'ulda bu haqda bir qisqa bir ma'lumot bersangiz avval. Yaponiyaga biz Uygurlar shu Ikkinchi dunyo urushi mezgilida bir qatam kelgan ekanmiz. Hamda o asasen şu 30-yillari, 40-yillari Sharq Turkiston mustaqilligini arzu qilgan, Sharq Turkiston mustaqillikka to'g'ri kurash qilgan kishilarimizdan
nurg'unlar bir 20 oiladaklar shu Tokioda Yoyogi degan yerda o'ltiraqlashib ekan. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin Yaponiya taslim bo'lgandan keyin bu Uyg'urlar bir qismlari qolgan o'xshaydi Yaponiyada, nəhayət az sondagilar. Lekin ko'p sondagilar vatanga qaytganlarim bor ekan, boshqa ellarga, masalan, Saudiya Arabistonga, Turkiyaga ketganlar bor ekan. Ondan keyin ikkinchi turkum kelganlarimiz 1986-yili Yaponiyaninki shu xususiy universitetlar uyushmasi degan bir organ bor edi. Shu organ orqali vatanimizdan yosh mutaxassislarni Yaponiyaga akilib tarbiyalash bir cho'ng proyektini boshlab 86-yili. Shu munosabat bilan 86-yili 15 balog'i demoqchiman. Tunji qitim Yaponiyaga kelgan. Shundan boshlab asosiy Uyg'urlar asosan Yaponiyaga o'qishga va yoki bo'lmasa tadqiqotchilik bilan Yaponiyaga kelishni boshlagan. Hozir hisoblasak 20 yilda yashib ketgan bo'ldi. 85-yildan 20 necha yil o'tib ketgan bo'ldi. Shu 20 yildan beri Yaponiyaga taxminan 1000 necha yildan ortiq Uyg'urlar kelib o'rganish, xizmat, tadqiqot ishlaridan shug'ullanib qolganlar yoki vatanga qaytganlar yoki bo'lmasa Amerika, Yevropa taraflarga ketganlar bo'ldi. Endi hozir Yaponiyada asosan shimoldan Hokkaido, janubdan Kagoshima deymiz. Butun shu Yaponiyaning o'lkalarida Uyg'urlar bor hozir. Endi bularning asos qismi o'qiyotgan o'quvchilar. Uning orasida nihoyat oz qismlari shirkatlarda ishlayotdi. Ba'zilari universitetlarda professor yoki bo'lmasa dotsent yoki bo'lmasa yordamchi. Yana bir qismlari Yaponiyaning shu tadqiqot organlari ishlaydiganlar bor. Lekin bularni aytib osonlikla egallaydi. Endi Yaponiyada Uyg'urlar eng ko'p o'ltirishgan yer desak Tokioni deymizda. Tokioda hozir taxminan bir 300 dak Uyg'ur bor bo'lishi mumkin deb men qarayman. 300 yoki 400 dak Uyg'ur bor deb qarayman. Butun Yapon mamlakatida Uyg'urlardan 1000 ga yaqin yoki 1000 dan oshib deb qarayman. Rahmat Turmamat efendim. Hozir sizning degan gapingizga qaraganda, ya'ni Tokioda asosli ko'proq o'ltiraqlashgan Uyg'urlar, herhalde 1000dan ortiq odam bor deyapsiz. Bu yerda asosli ko'p bolalar, masalan, bizning bilishimizda o'qish bilan chiqadi endi. Bularni masalan iqtisod obodiyatlarini Yaponiyaning masalan xizmat tuzumlari qanday endi? Masalan, o'quvchi bolalar normal ishlayapti, ish ko'p tepilamdi. yoki bu yerda ishsizlik ig'irmi Yaponiyadami? Yani iqtisodiy jihatdan qanday bu Yaponiyadagilarning yani normal o'tiral Uyg'urlarning turmush seviyasi endi qaysi jihatda deb bilamiz. Masalan, bek qiyinchilik demdoq yoki yaxshi bo'lamdi yoki bo'lmasa alayda yaxshi bo'lamdi endi. Mana bir normal hisoblaganda qanday darajada hisoblaymiz endi bu Yaponiyadagi Uyg'urlarning ahvolini? Xo'sh. Unda oldi bilan o'quvchilarning ahvoli keladi. Yaponiyaga kelgan bizning Uyg'ur o'quvchilarimiz asosan o'zi pul to'lab o'qiydigan o'quvchilar ko'p keldi qarang. Hukumat jihatdan masalan Xitoy hukumatidan avatganlarni aytib oz sonligilar. 90% ga o'quvchilarimiz asosan o'zi pul to'lab o'qish keldi. Endi bu yerda Uyg'urlar Jungon garijdani bo'lganligi uchun Yaponiya hukumati maxsus Uyg'urlarga ajratgan bu yordam o'quvchilarga bergan yordami yo'q. Hukumat jihatdan shu ba'zi o'qish mukofot pul beradigan organlarda shu. Agar siz bir Uyg'ur turib o'qish yordam pulini iltimos qilmoqchi bo'lsangiz, shu o'zingiz turishlik maktab orqali iltimos qilasiz. Yani bu bir maktabda qarang 20-30 mamlakatdan kelgan o'quvchilar bo'ldi. Shuning uchun har bir mamlakatga ham shu o'qish yordam pulini taqsim qilib bergan
ahvol bo'ladigan. Endi buning ichida endi siz bir jungolog. Endi bu jungolog bo'lgandan keyin hozir jungolog har bir maktabda Yaponiya nihoyat ko'p. Masalan, men Kyushuda Kyushu universitetida o'qigan vaqtimda qarang. Maktab bo'yicha 650 jungolog bor edi. Uyg'urdan faqat menlam yolg'izdim shu maktabda. Shu vaqtda o'qish yerdan pulni iltimos qilgan chog'da menga fakultetdan sen jungolog bo'lgandan keyin ücret tursan deb men uda 2 yil o'qish yerdan pul bermagan edim. Nimasin jungolog bak jiq bo'lgandan keyin bu ücret tursiz. Aş ücretsiz kelgan chog'dan ola olasiz uni. Shunga Uyg'urlarningki Yaponiyada o'qish yerdan pul elish ahvoli nihoyatda qiyinchilik. Shunga bizning o'quvchilarimiz nihoyat qiyin ahvolda o'qiydi Yaponiyada. Ders haqqini topshirmasa bo'lmaydi. Endi Yaponiya bir qimmat. Shuning uchun bular o'zining turmushini qamdash uchun ishlamasa bo'lmaydi. Shunga bir chetdan ishlab, bir chetdan aspirantlik yoki bo'lmasa shu universitet o'qish, shuni elib berishdan nihoyat qiyinli bolalar. Shunga o'quvchi bolalarning turmushi biz ularni yaxshi deb ketamaymiz. Qiyinchilik ahvolda. Ikkinchisi ham bu yapon ishlar haqqiga kelsak, bu ishlar haqqilarmi har xil, har yangi. Masalan, cho'ng shirkatda ishlagan bolalarimiz bor. Qarindoshlarimiz bor. Ular nihoyat yuqori maosh oldi. O'tir hisob bilan Yaponiyada o'tir hisob bilan 600 million Yapon yendan bo'ldi. Endi dollarga hisoblasak 60 ming dollardan 100 ming dollargacha olgan bolalar bor. Lekin bular nihoyat osonliklar. Ondan yana bir qism bolalar endi kichik yoki o'rtarolik shirkatlarda ishlaydi. Bularningki yillik kirimi endi odatda 40 ming dollardan 60 ming dollargacha bo'ladi. Ondan bir qismlar endi aniq xizmat o'rni yo'q. Yani vaqtli xizmat ishlaganlar bor. Endi ular endi har kuniga topsa bir 80 dollar yoki jiqos 100 dollar ashunaq topadiganlar bor-da bir kunda. Shunga endi Uyg'urlarning turmushi qanday deysiz qarang, endi shu kishining o'zining qanday shirkat ishlayotganligi yoki qanday organ ishlayotganligiga bog'liq. Endi Yaponiyada nihoyat biyib ketgan Uyg'urlarmi bor, lekin ular nihoyat osonliklar. Endi ular nihoyat obdan shirkatlarda ishlab yuqori maosh oldi, lekin bular nihoyat osonliklar. Endi ko'pincha Uyg'urlar endi o'zining turmushini aran qamdaydigan bir holatda. Endi Yaponiya Uyg'urlar kelgan 20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Yaponiyada rasmiy putrab bir shirkatni qurib, uningdan iqtisodiy asos tikilgan Uyg'urlar hozirgacha shakllangani yo'q. Mushu yaqinqi bir 3-4 yilning ichida bizning ba'zi qarindoshlarimiz oshxona ichish yoki kichik bir tijorat qilish bilan hozir boshlayotdi. Lekin ularmi hozir o'zining ahvolini aran qamdaydigan ahvolda. O'zining eshinib hamda o'zining vatandoshlarga yoki bizning milliy harakatimizga to'p qo'shish degan gapda xila oldimizga ishlar bu. Turaymat efendim, bu Yaponiyadagi Uyg'urlar haqida ozroq bir ma'lumot berdingiz. Endi bu Yaponiyadagi Uyg'ur davosi haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'lsak, masalan, Yaponiyadagi bu Uyg'ur davosi qanday boshlandi, qaysi mezgillarda boshlandi? Sizning balkim herhalde siz chiqqandan keyin kuchaygan bo'lishi mumkin. Ya'ni buning Yaponiyadagi Uyg'ur davosining bunda kuchanib menishiga nima turtki bo'ldi? Bu haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bu bir cho'ng masala. Buni boshlasak endi Yaponiyadan Uyg'ur masalasi, masalan, men yangi Yaponiyaga kelgan shu 90-yillari 94-95-yillarda endi Yaponiyada Uyg'ur masalasi degan asosan yo'qdi. 1997-yili 2-oyda G'olji voqeasi yuz berdi, siz bilasiz. Bu voqea yuz bergan chog'da Yaponiyada bu voqea to'g'riliq xabarlar berildi. Lekin bu xabarlar nihoyat kichik yoki oddiy berildi.
Men şu vaqtida Kyushu universitetdim. Men hem şu vaqtida hem bu vaqani anglab pek cho'chidim. Çünkü bu biz chet elda bo'lgandan keyin haqiqiy ahvol bizga keldi. Bo'libmi men vaqtida Amerikada Erkin Sidiq apandim deymiz. Bir necha Amerikadagilar bilan aloqam bor edi. Endi ulardimmi mail orqali xabarlar kelganda bu to'g'riliq shunday voqea bo'pti deb. Ana Amerikadagilar bu beliga oq bog'lab Aqsaroyning oldida namoyish qilgan ishlarmi keldi. Bizning Yaponliklarga. Lekin u vaqtda Yapondagi Uyg'urlar bu to'g'riliq hech qanday bir faoliyat olib boqmaganda, faqat men vaqt Tokioda emas, o'zim Fukuokada, Tokiodan aytlar ustun 2 soat ketgan u Fukuoka degan janub tarafdagi yer. Men o'zim yo'g'im aşağıda o'zimning atrofidagi yaponliklarga shu voqeani tunishtirgan bo'ldim-da endi vaqtida. Shunday bir voqea bo'lib Xitoylar bizning yoshlarimizni jiqqir etibdi, necha odamni to'ng'it etibdi. Deb men egallagan voqeaning axborotlarini endi shu atrofdagi yaponliklarga tunishtirish darajada bo'lgan. Endi Yaponiyadagi yana bir ish shu 1998-yili Tokyo Universitetida o'qiyotgan To'xti Tuniyaz apandim. Endi bu kishi to'satdan Xitoy tarafidan qo'lga olinib, maxfiy qo'lga olinib, bu oilasiga yenib kelmadi degan xabar keldi. Shu vaqtda men Erkin Sidiq apandimga bu ahvolni mailda yozib, shunday shok ketdi Erkinka Amerikada shuni angladingmi desam, Erkinkamdan shu vaqtda menga bir mail kelib, yo'q, bu to'g'riliq bizga bunday bir xabar kelmadi. Shunda biz bir o'qish baqayli bu zar qanday ish bo'ldi deb, ashunaq bir paranglab olgan u vaqtda endi. Keyin men Tokiodagi bolalardan so'rasam, u odam yo'qolib ketdi, uyga kelmabdi, ikki bolasi, ayoli shu Tokioda qoldi deb ashunaq bir paranglab bo'lgan. Lekin bu ish to'g'riliqmi vaqtida Yaponiyada cho'ng bir g'ulg'ula paydo qilgan bir ahvol bo'lmagan edi. Shunaq bir cho'ng ish bo'lsinmi? Endi mening qarshimcha Yaponiya Uyg'ur davosini boshlagan kim o desangiz, bizning milliy rahbarimiz, ma'naviy onamiz Rabiya Qodir xonim bo'ldi. 2007-yili 11-oyda Rabiya opay Yaponiyaga tunji qitim keldi. Shu safari Rabiya opayninki Yaponiyadagi bizning davarimizni boshlagan safar bo'ldi. Endi shu mazgilga kelguncha Yaponiyada Uyg'urlar siyosiy jihatdan hech qanday bir faoliyat olib bormagan. Oshkora faoliyat olib bormagan. Rabiya xonim kelib tunji qitim Yaponiyada Uyg'ur davosini boshladi. Mana bu Yaponiyada biz Uyg'urlarningki davoyimizning boshlanishining birinchi qadamini meningcha mana milliy rahbarimiz Rabiya onamiz boshlagan. Ben 2007-yili 11-9-kuni Shirash apandim deb bir bizning yaponilik do'stimiz bor. Shu apandimdan telefon kelib, menga bugun mening uyimga kelsangiz, Rabiya xonimni sizni tanishtirmay dedi. Men shu kechda bordim, Shirash apandim uyiga. Berib shu kuni kechda endi Uyg'urlardan men, undan hozir bizning Ilhom Mahmud apandi, ondan keyin To'xti Tuniyaz apanimning ayoli, endi yana bir ayol bor ekan. Yoshroq ayol bor ekan. Shu 4 Uyg'ur bordik shu vaqtda. Shu kun tunji qatim men Rabiya opa bilan ko'rishdik. Shu kundagi suhbatdan yaponlik motor kishilardan bir necha kelgan shu so'ringa. Endi u vaqtda shu so'rindagi motorlarning yaponlik motorlarning Rabiya opaga bergan taklifi Yaponiyaga endi Uyg'urlarni obdan kelib turyapti. Endi bular asosan o'quvchilar, ziyolilar bo'lgandan keyin hozircha Yaponiyada Uyg'urlarningki siyosiy harakatni qilmasa, amalva siyosiy harakatni qilmay hozircha Uyg'urlar erkin Yaponiyaga keladigan bir
darvoza bo'lsa degan taklif berdi Rabiya apayga. Buni men tarjim qildim Rabiya apayga. Shu vaqt Rabiya apay unda qolsa bu bir darvoza bo'lgan bo'lsa bo'ldi ekan. Hozircha biz Yaponiyada bu Uyg'urlarning siyosiy harakatini qilishni targ'ib qilmaymiz. Men bu qatam Yaponiyadagi Uyg'ur o'quvchilar bilan ko'rishmayman. Men bular bilan ko'rishsam, bularning yo'li bir to'silib qolmasin deb milliy rahbarimiz shu vaqtda shu gaplarni qilgan. Shunga hamda men ham shu so'rinda bo'lgan bir Uyg'ur hamda. Endi u vaqtda bizning Yaponiyada ahvolimiz shundoqda qaranglar. Endi Yaponiyada Uyg'ur davosini qilsa bo'lmaydi. Uyg'ur davosini qilsa, mush Yaponiyaga kelayotgan ziyolilarningki, o'quvchi bolalarning yo'l to'silib qoldi. Bu Yaponiyadagi bolalarga ehtimol siyosiy besim kelishi mumkin degan bir xil andisha bor bu vaqtda. Endi bu andisha ham Yaponiya hukumatining Uyg'ur davosini tutgan pozitsiyasi bilan munosabatli endi. Endi hozir kuni kecha men bugun kechada Yaponiya hukumati yoki parlamenti hech qachon biz Uyg'ur davosini qo'llaymiz degan narsani bergani yo'q. Ochiq oshkora. Hozir kecha biraylik parlament a'zosi rasmiy o'tirg'i chiqib, men Uyg'ur davosini qo'llayman degan taqiq chiqmadi. Ko'rishganlar bor. Masalan, Rabiya apay kasmi ko'rishadiganlar chiqdi. Setimdir apandim kelsa, yoki bo'lmasa Umarxon apandim kelsa, yoki Dolqon apandim kelsa, ko'rishadiganlar chiqdi. Maxfiy ko'rishadiganlar chiqdi, yoki ochiq oshkora ko'rishadiganlar chiqdi. Endi ular asosan shu Rabiya bizning rahbarlarimizdan Uyg'urlarning ahvolini egallash. Endi shu ahvolni egallash darajada hozir. Shuning uchun Yaponiyalik milliy davrimiz qanday boshlandi degan chog'da Rabiya apay boshlab berdi bu davoni. Shunday qilib 2007-yili Rabiya apay ketgandan keyin 2008-yili bu olimp echish ahvoli bo'ldi. Ahvol tayyorligining mazgili bo'ldi. Shu mazgillarda ham mush Yaponiyada Uyg'urlarning davosini qildigan xalq ichidagi kishilar. Masalan, Shirash apandim deymiz. Bu Shirash apandim hamda asli Uyg'urlarga nihoyatda ko'p Uyg'ur o'quvchi bolalarga nihoyat ko'p yordam qilgan bir odam ekan bu. Endi bu odam shu Rabiya apay kelgan chog'da bu asli tutib kelgan yo'ldan o'zgarib bu odamning siyosiy yo'lga kirgan. Endi mush odam taklifi bo'yicha Yaponiyada bir Uyg'ur bo'lsa, Yaponiyada biz Yaponiyalik Uyg'urlarning davosini qilaylik, lekin biz yaponliklar qilgan da'vo qilgan chog'da bir Uyg'ur biz bilan birlik qilsangiz bo'lmaydi ekan degan gap bilan hamda Shirash apandim Rabiya apayga taklif berib, shu Ilhom Mahmud apandini Rabiya apayninki Yaponiya turishlik bir vakili bo'lib bersa degan taklif berib, Rabiya apay bunga qo'shilib, shu Ilhom Mahmud apandim 2008-yili 3-4-yil bo'ldi. Rasmiy shu Rabiya apayning Yapon turishlik bir vakili bo'lish bilan bu milliy davoni boshlagan bo'ldi. Endi u vaqtda Yaponiyada yana bir ish bor qarang, sizga deb qo'ygan. Yaponiyada shu Uyg'ur davosini qilgan yana bir bizning bir nihoyat mashhur bir do'stimiz bor. U kim o desangiz, u Mizutani Naoko xonim. Endi bu xonim endi Uyg'urlar bilan tanishganim uzun yil bo'lib ekan, Beijingda o'qib, shu Beijingda o'qigan vaqtida 90-yillarda Uyg'urlar bilan nihoyat quyuq aralashib, Uyg'ur davosiga nihoyat ko'ngil bilishni o'ziga vazif qilgan ekan. Ana bu xonim Yaponiyaga qaytib kelgandan keyin Uyg'ur davosi to'g'riliq maqolalar yozib e'lon qilgan. Buning tunji Uyg'ur davosini e'lon qilgan maqolasi Rabiya xonim to'g'riliq yozgan bir uzun bir maqolasi bor. Rabiya xonimni intervyu qilib, Rabiya xonimningki shu butun sarguzashtini
tunji qatim Yaponiya tunuşturgan kişi buldu bu Misani Naoko hanım. Şundan keyin bu Naoko hanım nurgun maqallarını yazdı Yaponiyanın her xil matbuatlarında. Ondan keyin bir necha kitap çıkardı. Bulupmu Xitaydan qo'llangan Uyg'urlar degan bir mashhur kitobi bor bu xonimniki. Bu asosan shu Yevropaga qochib chiqqan bizning siyosiy boshma talab qilgan shu siyosiy qashqunlarimizni intervyu qilib, ashlarning noat ichinishli sarguzashtlarini bir kitobga qilib nashrdan chiqargan bu. Hozir qaramoq Yaponiyada agar Uyg'urni taniyman, Uyg'urni to'g'riliq bir narsa bilay deydigan har qanday yaponiyaliklarning qo'lida chuqur mushu Misani Naoko xonim yozgan bir ashi kitob bor. Yoki bo'lmasa mushu Misani Naoko xonim yozgan maqolalarning kopiyasi bor. Bu endi mushu bizning Uyg'ur davosini Yaponiyada tunishtirishda Misani Naoko xonimning töhfasi nihoyatda mashhur deb qarayman men shaxsan. Şuna men bu Misani Naoko xonimga nihoyat hurmat qilaman. Buning bizning mushunayimizni Yaponiya tunishtirgan to'g'risida qilgan xizmati bizning mushu Yapon Uyg'ur do'stligi mush tarixida bir o'chmas bir mo'jiza bo'lib qoldi deb qarayman men. Şuna bizning endi Uyg'urlarning o'zimizga kelsak, bu davoni endi tunji qatim mana men o'tirib chiqaman deb boshlagan endi Ilhom Mahmud apandim bo'ladi. Ilhom Mahmud apandim endi shu Shirash apanimningki butun qo'llashi bilan bu ishni boshlagan. Bu ish boshlagandan keyin davarimiz Uyg'urlar tomonidan boshlangandan keyin bu to'g'riliq endi ba'zi fikrlar bo'ldi. Nima degan chog'da bo'libmi Misani Naoko xonim atrofida bir necha Uyg'urlar bor endi. Masalan, men bor endi u atrofida ma'lumotlar beradigan. Boshqa bir necha Uyg'urlar bor endi bu Misani xonimga har xil tarjima ishlari yoki materialni yo'llash, nurg'un endi bunga yordam qilgan. Nima desang bu Misani Naoko xonim Uyg'ur chiqmaydi. Uyg'ur chiqmagandan keyin bunga materiallar butun Uyg'urcha bo'lgandan keyin bunga tarjima qilishlarini butunlay bizning o'sha Uyg'ur qarindoshlarimiz qilib bergan, maxfiy qilib berganda bunga. Endi bu yerda Ilhom Mahmud apandim bu yerda vakil bo'lib chiqqandan keyin ba'zi bunga qarshi ba'zi ko'z qarashlar, fikrlar bo'ldi. Nima uchun ilhom bo'ldi ekan, nima uchun boshqa Uyg'urlar bo'lmaydi ekan deb. Keyin endi mushto'g'liq endi g'ulg'ullar bo'lib endi oxiri endi shu Yaponiyada mushu Uyg'urlarning bir tashkilotini qurmasa qolmaydi ekan degan bir narsa endi bu dunyo Uyg'ur qurultayidimi g'ulg'uli bo'lib bularni qaror elib 2008-yili 5-oyda o'q demoqchiman, 4-oyladimi Doknay apandim kelib mushu da'vo qatnashma degan Uyg'urlardan bir 7-8ni yig'ib bir yig'in ichib bir yerda bir tashkilot qurgan. Endi dunyo Uyg'ur qurultayiniki mushu rahbarlik ostida bir Yaponiyada mushu Uyg'ur davosini qilgan tashkilotni qurgan. Lekin u tashkilot kirgan Uyg'urlarning orasida endi u tashkilot qurilib bir ishga bo'lmaylam mushu fikrninki birligi bo'lmaslikda yoki ba'zilar ushaqcha kishilarning to'g'riliq endi o'zaro fikr birligi bo'lmaslik degandek kishilar bo'lib endi bu oradan yaxshi men ketmagan o'xshaydi-da. Endi bu to'liq ma'lumotlar ba'zi xabarlar keldi endi shunaq bo'layapti, bu tashkilot ancha yaxshi ma'lumot aytibdi deb. Bo'libmi Misani xonimda naqshtabda men telefonlar kelib mushu ishni nihoyat obdan bir yo'lga solsak bo'ladi, bu ish qamlashmayapti. Siz mushu Uyg'urlarning cho'nglari endi ham o'qigan mushunaq bir odam chiqmasa bo'lmaydi degan gaplar bo'ldi endi vaqtida. Shunaqa qilib endi ikkinchi qatim endi mushto'g'liq masalalar bo'lgan-ki buni qilmasa qolmaydi ekan deb endi dunyo Uyg'ur qurultayidan Setimtir apandim keldi. Bu apandim kelgan ham shu 2008-yili 6-oylarda keldi.
Kelganidan mağımı xabarlar keldi şundaq bir kaptan bir görüşüp Yaponiyada bir teşkilat quruluş işi var ekan, şuna bir qatnaşsaq deb takliflar keldi mağımı. Men aslamda bu o'tirg'i chiqishdan sal o'zim tortqandim. Nimasin o'zingiz bilasiz, bu o'tirg'i chiqish nihoyatda tez gap biz Uyg'urlarga siyosiy jihatdan. Nurg'un besimlar bor bizga, oila jihatdan besimlar bo'ldi. Andan keyin bu Yaponiya hukumati de Uyg'urlarning da'vosini qo'llaymiz degan o'tirg'i chiqmadi. Masalan, Yevropada qo'llaydi, Amerikada qo'llaydi. Siz turishni hozir Gollandiyani qo'llaydi. Nima desangiz, sizlar masalan siyosiy jihatdan faol qilib boshqalar qilsanlar shu masalalarni tasdiqlaydi sizlarga. Lekin Yaponiyada tahi undaq bir yo'l ochilmadi. Hozirgacha ochilmadi. Birasi go'ylaqa siyosiy boshlanib talab qilmadi. Lekin bir Mo'ng'ul talab qilgan, bir ikki yilda talab qildi bu Mo'ng'ul kishi. Lekin bu kishining talabini Yapon hukumati rad qilib etdi. Yana bir Hansu odam talab qilgan, bu demokratlardan bir odam talab qilganda, bu odam qarang, talab qilib 7 yil ketdi ashning g'alaqa boshlanib taxt tush uchun 7 yil ketdi. Endi bu siyosiy jihatdan boshlanib talab qilma desangiz, qarang. Yaponiyada xizmat qilsangiz bo'lmaydi ekan. Xizmat qilib o'zingizning jiningizni baqsangiz bo'lmaydi ekanmish. Qonunsiz bo'ldi ekan. Bundan keyin u siyosiy boshlanib talab qilolmaysizda. Masalan, mening oilam bor. Men oilamni boqmasam bo'lmaydi. Agar men xizmat qilmasam, oilamni boqadigan nima choram bo'lmaydi meningki. Shunga nurg'un besimlar bo'lganki, men bu o'tirg'i chiqishni o'zim topgandim. Lekin endi bu da'voni qilmasa qolmaydi. Da'voni men maxfiy qilib kelgan. Maxfiy e'lon qilgan maqollalarim bor, maxfiy bergan suhbatlarim bor, maxfiy yapiliqlarga bergan materiallar bor. Maxfiy qilib kelganda shu manzilga kelgicha. Endi bu vaqtdan Misani xonimdan menga taklif qilib, bu siz mushuning bir qatnashsangiz, bir ziyoli bo'lgandan keyin bu bolalarga bir yo'lboshchilik qilib qatnashib bersangiz dedi. Boshqa Uyg'ur qarindoshlarimizdan menga telefon keldi. Rahmat efendim, siz bir kelsangiz, birga qilsaqmiz shunda. Shunaqa qilib inshaalloh 2018-yili 6-15-kuni biz bir 10 dak Uyg'ur bununla Dünya Uyg'ur Qurultayının ma'mur raisi Sedintuk efendim baş bo'lib 10 dak Uyg'ur Tokyoga yig'ilib bir yig'in zalga. Shu yerda shu Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurish to'g'riliq yig'in ochdik. Endi bu yig'indan nurg'un masalalar muzokara bo'ldi. Talash tortishlar keskin bo'ldi. Nurg'un masalalar to'g'riliq. Bu yerda u talash tashlaydigini bo'lmaydi. Oxiridagi natija nima bo'ldi desangiz, Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurishni jaka oldik. Endi buningga shu vaqtning o'zida mana men o'tirib chiqma deb o'tirib chiqishni bel bog'lagan Ilhom Mahmud efendi bu uyushmaga rais bo'ldi. Rais deb bekitdi. Buningga muavin raisdan men bo'ldim. Endi Ilhom efendim o'tirib chiqqan bo'lgandan keyin men endi o'tirib chiqolmayman. O'tirib chiqolmasammi bo'ldi buning aqsa turib deyishib yordamlashiman degan shart bilan men endi muavin rais bo'ldimda Yaponiya Uyg'ur jamiyatining. Ondan qolgan 3 qarindoshimiz doim aytibdi. Va'da bularmi endi o'tirgan uch qashqari chiqmasdan maxfiy o'zini oshkorlamasdan endi bu tashkilotda xizmat qilish to'g'riliq va'da berdi. Shuna qilib bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatini biz 2018-yili 6-15-kuni qurib shu kuni kashdan Sedintuk efendi Erkin radiosiga rasmiy e'lon qildi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurganligini jaka oldi. Shundan boshlab endi mening qarshimcha Yaponiyadagi bizning Uyg'urlarning da'vosi 2018-yili 6-15-kuni shu Yaponiya Uyg'ur jamiyati qurilish kunidan boshlab rasmiy da'voimizni boshladik desak bo'ladi.
Şu dava başlangandan keyin biz şu 2008 yıldaki şu Beijing Olimpik yig'iniga qarshi dag'dug'uluq bir cho'ng namoyish ilib bordik Yaponiyaning Tokio shahrida. Ay yulduzlik bayroqimiz yapildi Yaponiyaning ko'chasida. İlham Mahmud efendim Yaponiya Uyg'ur jamiyati nomidan tunji bir bayonot e'lon qildik shu kuni. Yapon Jungo'ninki, Xitoyninki baş elchixonasining oldida. Bu birinchi qator namoyishimiz bo'ldi. Ikkinchi qator namoyishimiz 2008 ayning 3-kuni bo'ldi. Bu bir cho'ng dag'dug'liq 300 dek odam qatnashdi bu namoyishga. Cho'ng namoyish bo'ldi. Men chiqdim namoyishga, lekin yuzimni etib mask taqib yuzimga chiqdim. Birinchi qatorliq namoyishga men chiqqan, lekin bu vaqtda men yuzimni taqib yo'gab chiqqandim. Endi o'zimni tunishtirmaslik uchunchi. Tunji qatorliq Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki shu baş maqolasini men yozgandim. Men yozib, yaponcha yozib, Ilhom apani o'qidi uni. Nayt obdan başlangan. Afsuski endi bu bizning bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatimiz nayt dag'dug'liq başlangan bilan bir necha masala qolib qolgandi buningda. Endi bir masala endi buningga endi o'sha Uyg'ur davosiga nayt cho'ng to'p qo'shgan endi Miztani Naoko xonim sal bir idisini o'tmaydigan bir ishlar bo'lgan endi bu qurilish jarayonida. Endi Naoko xonim buning naati qo'shiq ketganda buningga. Endi buni ham tafsili bir yerda men so'zlab bersam endi gap uzun bo'lib ketadi. Endi mushi masalalarga o'tirib tushib endi Naoko xonimning noroziligi. Shu vaqtda endi Setintirk apandimi naati besh qatag'an bu ishga. Endi mush Naoko xonimni qandaq bir qisaq mush noroziligini bir yumshtib mush Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qo'llashga bular edi. Lekin endi Setintirk apandim maxsus Naoko xonim bilan suhbatlashdi bir soatga. Tarjimasini men qildim. Naati samimiy suhbatlashdik Naoko xonim bilan. Endi o vaqtda Naoko xonim naati o'zining fikrini tushuntirib oldi, qattiq turib oldi. Unda olgan ekan endi men keyin endi Setintirk apandiga endi bo'ldi endi biz obdan xizmat tushundik bu xonimga. Naati tushuntirib oldi fikrini. Endi siz ketib turing. Biz asosda Naoko xonim xizmat ishlab bir amal qilamiz deb men va'da bergandim Setintirk apandim. Shunaqa Setintirk apandim katta yapon Turkiyaga. Biz qoldik. Endi shu Naoko xonimninki bu qo'shiq ko'pishi, andan keyin bu ishga naati butun kuchi bilan bu ishni boshlagan Shirash apandim. Endi gapni ochiq aytsak, Shirash apandim bilan shu Naoko xonimning fikri bir yerda bo'lmay qoldi. Endi u vaqtda Shirash apandim bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki bosh maslahatchisi edi. Bu endi bu bizning jamiyatimiz qurilishidan burunlam Setintirk apandim bu Shirash apandimni shundoq bekitib ketgan. Endi bunda bo'lgan ekan buningga endi Miztani xonim sal qo'shilmagandek bo'ldi. Endi mush ikkisining qo'shilmasligi bilan endi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining ichida endi mushu fikrning birdek bo'lmasligi hosil bo'lib qoldi-da. Mushunda bo'lgan ekan endi ichki jihatdan ushaqcha gap so'zlar bo'lgandek bo'ldi. Andan bir mazgil o'tgan ekan endi men o'tirib chiqolmagan ekan endi menga bo'lgan besimmi bo'ldi endi. Ba'zilar to'g'ri bo'lib yaponliklardan bo'lib Shirash apanimda menga bo'lgan besim bo'ldi. O'tirib chiqmaydigan odam nima uchun menga rais bo'ldi ekan u bu deb endi shunaqa bir gaplar bo'ldi. Shunaqa gaplar bo'lgan ekan endi men endi ba'zi mushsina qilish jihatdan sal besim uchirdim. Andan o'zim Yaponiyaning xizmati bak eg'irchi shirkatning xizmati. Men shirkat ishlaydigan bo'lgan ekan bu har kun 10 soat ishlab endi shu damlashkina endi biz da'voga ozroq bir vaqt chiqarib qilish bir imkoniyatdan baqdi shu vaqtda. Keyin endi bu Yapon Uyg'ur jamiyatidagi bu fikrininki bir emasga sal
keskerek bo'lib ketgandan keyin menga bir ro'y jihatdan bir besim bo'lib, oxirsida mening bu xizmatimni davomli ishqina tez bo'lib qoldi mening bu ma'muriyat xizmatimni. Unda bo'lgan men amalsizdan shu 3 oydan keyin 2008 9-15 kuni bir shu Yaponiya Uyg'ur jamiyatining doimiy komitetining yig'ini echib, men shu yig'indan istifa berdim. Men bu qilishga ojiz bo'lib qoldim. Rangimasli men kichkinib chiqaydi. Yana bir ish qarang, bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga bir yig'ilgan, biz 5imiz yig'ildik qanday. Endi burun o'zaro tunishmaydi bu o'zaro. Masalan, men bu İlham Mahmud efendimni yaxshi tanimaydi bu vaqtda. O İlham Mahmud efendim meni yaxshi tanimaydi. Başqa qarindoshlarimiz endi o'zaro yangi tanishgan. Bir-birimizning zot oq ko'rinishi qandoq, kim qandoq da'volarni qilib kelgan, kim nima qilgan, uning ustiga ma'nilik o'zini oshkorlamagandan keyin, iliq bolalarga ancha bek ishonch bog'lab ketmagandan keyin endi bolalarmi meni nima ish qilib kelganligini uqmaydi. Shuning uchun endi shunday bir ishlar bo'lgan ekan mening xizmat qilishim tashlab endi istifa berdim-da. İşçilik istifa benim bunun. Şunun için özüm məxsus, öz aldımğa fəaliyyət elib badım. Davarımını özüm yalnız tutmadım. Yaponiya Uyğur cəmiyyəti, o vaxtda mən istifa bəğənkin qalan 2 kişimi istifa veriyətdi. Axırsıda İlham Mahmud əfəndimlə yəni bir kişi qaldı cəmiyyətdə. 2 kişilik qaldı da. Keyin bunda iş bolğandan bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga hamda yaponliklar a'zo bo'lib kirib, hozir ham Yaponiya Uyg'ur jamiyati hamda Uyg'urlarning shu İlham Mahmud efendim bor, boshqa Uyg'urlardan bir necha bor o'xshadi meni anglashimcha. Ana qolganlari yaponliklar bilan hamda da'vo qilyapti-da tashkiliy jihatdan. Rahmat, noyda atrofliq so'zlar berdingiz. Bu 7 ayının 5 günü yani 2009 yılı bo'lgan vakalardan keyin bu Yaponiya hükümetide bir Uyg'urlarga nisbatan bir o'zgarishlar bo'ldimi? O'tganlarda masalan Erkin radioları bazı xabarlarni o'tirib chiqqan, masalan Uyg'ur o'quvchilarning pasportini uzatib bermaganligi, bu xildagi bir narsa bir xabarlardan anglayotganda. Mush 7 ayının 5dan keyin yana bir qanday bir o'zgarishlar bo'ldi Yaponiya hükümetidan Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashida. 7-5 kunluk vaqa endi bu nayt bir tarixiy xarakterlik bir cho'ng bir vaqa bo'ldi qarang bu. 1989-yili 6-4-kundagi bu qonliq bostirish tema vaqasi deymiz. Shu tema vaqasiga o'xshash vaqa Urumchida bo'ldi desak bo'ladi. Endi bu cho'ng vaqa biz hammamizga bilamiz, biz Uyg'ur tarixida buna ait qonliq bir vaqa bo'ldi. Shunday bir qonliq vaqa bo'lganligi uchun butun dunyo buni ko'z tikdi. Albatta Yaponiya hukumati, Yaponiyaning matbuotlari nayt diqqat qildi bunga. Yaponiyadagi matbuotlarning nayt zo'r darajada, zo'r doirada Yaponiyada e'lon qilindi. Endi hozir Yapon hukumatining bu voqeaga tutgan pozitsiyasi qarasak nima desin, Yaponiya hukumati bu to'g'riliq tashqi ishlar ministrligidan bir suhbat deymiz hamda e'lon qilib bu voqeaga afsuslandik degan bir pozitsiyada bo'ldi. Afsuslandik dedi. Ayiblaymiz demadi Yaponiya hukumati. Endi bu Yaponiyaning hukumati ham asosan bu Xitoylar bilan nihoyatda quyuq munosabatda. Bularning iqtisodiy munosabati nihoyatda quyuq. Endi ustiga qarang, Yaponiya hamda Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Xitoyga askar avatgan tarixi bor. Endi Xitoy taraf buni bizga tajovuz qilding deydi. Yaponiya lekin o'zining tajovuz qilganligi, biz tajovuz degan gapni tek bular Yapon hukumati tek ochiq oshkora eg'izga olgani yo'q. Hozir Yapon hukumati nima deydi? Biz armiya askar chiqardik deydi. Nayt bu sezgir inchik masala bu Yaponiya bilan Xitoyning o'tirishlik masala. Tek nurg'un tarixiy masalalar, qildiq masalalar bor-da. Shunga
bu Xitoyda bir voqealar cho'ng ishlar bo'lib qolsa, Yaponiya hukumati nihoyatda bir qo'shqin o'tiraliqda bular. Amerika yoki Yevropada uch oshkora Xitoyni bu inson haqlari, huquqlar jihatdan ochiq oshkora ayblamaydi bular. Hozircha ayblar kamida tuzugrak. Shunga hukumat jihatdan biz Uyg'urlarning shu maqsadimqi 7-yanın 5-ci gündeki bu qanlıq vaqaga Yaponiya hökuməti Xitayni ayıplamadi. Endi parlamentdə qanday desiniz? Parlamentdinmi hech qanday bir nima bermadi, pozitsiya bildirmadi parlamentning tarafdan. Endi xalq ichidan, endi buningga Yaponiyadan, Yapon Xitoy munosabatidan bu xalq ichida, Yapon xalq ichida Xitoyga noyat 3 Xitoy militik o'chlar bor. Bu bir xil kishilar. Ikkinchisi Xitoyninki shu kommunizm tuzumiga qarshi yapılıqlar xeli bir turkumda egallaydi. Üçüncüsü shu biz Uyg'urlarga esdaşlik qilgan yapılıqlar xalq ichida bor. Ondan keyin yana to'rtinchisi Yaponiyada shu 10 yillar deymiz. Bu 10 yil taraflar hamda shu erkinlik, demokratiya degan ta'kidlangan bo'ladi endi bular. Bular shu 4 xil kishilar xalq ichida bo'lganlik uchun xalq ichida nihoyatda keng inkas bo'ldi. Nihoyatda bir nafrat bo'ldi Xitoyning shu qilgan ishlariga. Men masalan shirkatga borsammi, masalan mening tanishtirimmi shu telefonlar urib kelib, hal so'rab, qanday bo'ladi, oilangda ahvoling qanday, sening oilangda shunday bir fojia uchraganlar bormi deb nihoyat andish qilib bular nihoyat nima qilib boshlaqlar bor. Undan keyin ikkinchisi nihoyat nafratlanganlar nihoyat ko'p xalq ichida. Lekin hukumat xalq ichidagi bunday nafrat, bunday Xitoy hukumatiga bo'lgan norozilikqa vakillik qilolmadi. Turan efendim bu Uygurlar arasında hazır Uygur davasını küçükürümüz devatkallar ya ki küçükürvatkallar biraz köpüyor atamdı ya komusu yani okşaş burunqıda ketip baramdı. Endi hukam Yaponiyaga Uygurlar kelganini men ham deb o'tdim. 25 yillik bo'lib qoldi. Haqiqiy mana men chiqdim deb chiqqanlardan hozir Ilhom Mahmud efendim bor. Endi bu yil men chiqdim. Anniki shu 7-yanın 5-ci gündeki shu voqeaga cho'ng namoyish bo'ldi Yaponiya Uyg'ur jamiyatida. Shu vaqtda mening anglashimcha 50-60 tak Uyg'urlar kelibdi namoyishga. Keyin endi bu Uyg'urlarni tashkillash ishlari nihoyat ojiz bo'ldi deb qarayman men. Yaponiya Uyg'ur jamiyati bu jihatda asli shu 50-60 tak Uyg'urlar chiqqan bo'lsa, tömürünü qiziqdi u deymiz-ku. Aş vaqtning o'zida bu Uyg'urlarni yig'ib, tashkillab, ashning yetakchilik qilib, tashkilotini zo'raytib bir fursat kelganda shu vaqtida. Lekin endi bu fursatni obdan tutolmagandek qildi menimcha. Endi u ishlar o'tib ketdi. Endi hozir ahvol qanday desangiz, hozir endi shu o'tirib chiqmaydigan Uyg'urlarmi nihoyat oz sonda. Masalan, Rabia xonim Rabia apay kelsin, yoki bo'lmasa Siddiq Birkapanim kelsin. Bular kelsa maxfiy ko'rishganlar bor. Lekin ochiq oshkora yig'ilib bir yerga. Masalan, sizlardek shu cho'ng bir restoran bir 20-30 dak, 100 dak Uyg'ur yig'ilib, bularni kutadigan cho'ng bir murosim yoki ziyofat o'tkazadigan undaq ahvollar hozir Yaponiyada elib berish mumkin emas. Yaponiyalik Uyg'urlar undaq yurakli bo'lib ketmadi. Nima desin? Endi mening qarshimcha qarang, asosiy masala Yaponiya hukumati biz Uyg'urlarga biz sizlarni qo'llaymiz deb aniq bir pozitsiya bergani yo'q. Endi bu nihoyat bir cho'ng bir Uyg'urlarning o'tirib chiqishidagi bir cho'ng to'salg'i. Agar Yaponiya hukumati masalan Uyg'urlarga, Tibetlarga, Mo'ng'ullarga, ondan shu Xitoy demokratchilariga siyosiy boshpanlikni beramiz deb bir ochiq oshkora bir
Hökümetden muşnaq bir ochiq aşkar bir narsa bergen bolsa bizga, biz pozitsiya yoki bir qaror yoki bir qonun chiqargan bolsa, bizning Yaponiyadagi mush Uyg'urlarni 10-yillar to'q yurak emas. Chuqur o'tirib chiqdi. Hozirgi 5-6 bar ekan. 100-200 hattoki 700 o'tirib chiqishi mumkin menimcha. Nurg'ullar ichida qaynaydi. Masalan, men o'zim shaxsan ukam Yaponiyada 17 yil turdim. Naati qaynab o'zim naati chiqishlarni qildim. Har xil mushu matbuotlarga maxfiy axborot berish, danliq mushu jurnalistlarga tarjimonlik qilib berish, yoki bo'lmasa o'zim egalik axborotlarni ularga yetkazish, Uyg'urlarning davosini ularga tunishtirish maxfiy holda. Hozir maxfiy qilayotganlarni ko'p deb qarayman. Lekin Yaponiya hukumati bizga mush aniq pozitsiya bildirmagachga biz o'tirib chiqamayapmiz. Bu bir masala. Endi ikkinchi masala nima desangiz, endi biz Yaponiya hukumati bu bizga nima uch qashqari sizlarga siyosiy boshliqlik nimani bermaymiz deb pozitsiya bermaganiga qarang. Ana Xitoymi bizga bizni bo'zaq qilishga o'tdi-da bular. Hozir nurg'un bolalar pasportni e'lon etdi. Masalan, men pasportimni ololmadim hozir Yaponiya bu bashal chiqansin. Xitoyning bashal chiqansin. Qolgan bolalarmi pasportni ololmaydi. Pasportni olpasin nima deydi ekan? Sizning pasportingiz biz nima Urumchidan xabar kutmaymiz deydi ekan. O xabar qarang. Necha chiqmaydi ekan uni xabar. Yo'q, rost kelmamdi. Yo'qimiz qasdan bular shu xabar kelmadi deb bular qasdan bu bizning Uyg'urlarimizni qishni atamdi. U menga noma'lum, lekin meningcha Xitoy hukumati qasdan mush Yaponiya Uyg'urlarni qistab qasdan pasport bermaydi. Ba'zi bolalar bor, Yaponiyaga o'rganishni tugatib hozir Angliyaga yoki Amerikaga ketamiz deb. Lekin qo'lda pasportim bor, Yaponiyadan chiqolmaydi. Nima qilyapti bular? Endi bu bir cho'ng bir masala. Endi buningga biz Yaponiyadagi bizning tashkilotimizning ahvoli ojiz. Masalan, Ilhom Mahmud apandimning Yaponiya Uyg'ur jamiyatini desak, uning ta hozirgacha bir ishxonasi yo'q. Qarang. Ilhom Mahmud apandim o'zining uyida bu ishxonasini qildi. O'zining uyida, uning uyida nima Tokioda emas, Tokioning qishidagi bir shaharda. Endi uning mana men shuni qo'llayman deb bir shirkat chiqqani yo'q. Yo'q, uningga sening barg'aliq maishingga mana men berma deb bir odam chiqqani yo'q, qarang. Haqning qo'li qaranglar. Ashundoq bir bichora holatdamiz. Endi biz ba'zi ratyoldimi, beryapti, palonchilar ko'rishdik, qo'qinchilar unda qildik deb. Lekin qarang, endi o ko'rishgani to'g'ri, ko'rishgani rost, yolg'on emas u. Haqiqatan masalan Abi apandim, haqiqatan masalan Rabi apa kesim ko'rishdi. Bizning qolgan rahbarimiz kesim ko'rishdi. Endi Yaponiya hukumatining mang'uzdigan shu radiolog, yadrolog kishilar taqa bizning rahbarimizni ko'rishgani yo'q. Hozir Yaponiya hukumatining Yaponiya Demokratlar partiyasi mang'uzyapti hozir. Hokimiyatni o'zlik partiya Demokratlar partiyasi. Lekin bu partiyadagi nupuzli kishilar taqa bizning da'voyimiz to'g'riliq aniq bir narsa bildigani yo'q. Tibetlarni qo'llaydigan Yaponiyalikningki parlament a'zolarining guruhi bor. Bu guruh nihoyat aktiv faoliyatlarni qildi. Masalan, Dalay Lama kelsa, ularni kutib oldigan, Tibetdan ishni qilgan nurg'un faoliyatlarni qildi. Lekin parlamentning ichida Uyg'urlarni qo'llaydigan parlament guruhi qurilgani yo'q. Endi bizning vazifamiz hozir eg'ir Yaponiyaga Uyg'urlarning vazifamiz. Lekin bizga asosimiz ojiz. Shuning uchun biz hozir cho'ng ishlarni qilolmayapmiz. Turmuhat efendim, sizce hozir deb o'tdingiz, ya'ni bu yerda Yaponiyada Uyg'ur davosini ochiq o'tirg'i chiqib qilayotgan masalan bir Ilhom Mahmud efendim bo'ladi-da, qolganlarni masalan o'zingizni va yoki bir nechalarni maxfiy holda qo'lingizdan kelishga yordamlarni qilayotganingiz siz albatta chet eldagi boshqa Avrupadagilar bo'lsin, boshqa yerdagilar bo'lsin, ya'ni bildiğimiz hadi ko'p anglayotganimiz Ilhom Mahmud efendimning ismini ko'p anglayotimiz, ham Hoji Qutb Qodir efendimning ismini anglayotimiz, boshqa bir Uyg'urlarning ismini shaxsan men hech anglaganim yo'q. Yani bir maaşlarını kıyıtıptı dep, yani o'tirg'i chiqqanlarni bilmaymiz. Belki albatta Dünya Uyg'ur qurultayıga az tarafdan yordam berayotgan
nurgun Uygurlarımızdan bağlıqı nima deymiz endi 10 yillik yiroq ko'gili bo'lmaydi, albatta bo'lishi mumkin. Endi sizcha hozir masalan buning asos sabablaridan birisi ya'ni Xitoy ko'pincha Yaponiyadagi Uyg'urlar Xitoy pasportini yeni gelib yurganligi uchun bular yana pasportlarni uzatish jarayonida hozir sizda o'zingiz deb o'tdingiz, ya'ni uzatolmayapmiz degandik. Shunday masala ham buni Yaponiya hukumati bizga bir qo'llab siyosatmonalik bermayapti deysiz. Ham buning oldini olish uchun masalan kim nima qila oladi deb qaraysiz? Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin va boshqa Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, bu ishga bir qo'l tiqib, masalan, bir ozroq bir yordamlashalaydigan bir amallar bormi sizcha? Buningda masalan, chet eldagi boshqa Uyg'ur tashkilotlaridan yoki boshqa Uyg'urlardan nimalarni kutasiz bu haqda? Rahmat. Men yana bir ishni deb qo'yishni unutibman. Siz aldingiz Hojix To'qapandim deb. Endi Hojix To'qapandim endi nihoyat obdan xizmatini qilib kelyapti. Masalan o'tganda Rabiya xonimni taklif qilib 10 universitetda leksiya so'zlatdi. Endi buning ta'sirini cho'nqir bo'ldi. Endi maqatim Sidiq Ajabandimni chaqirib, yana bir qatim 10 mushu universitetda nihoyat cho'ng hajmlik leksiyalarni so'zlab, Yaponiyadagi ziyonlarga mushu bizning davayimizni anlatadi. Menimcha qarang, bu nihoyat buyuk bir ish bo'ladi. Yaponiya masalan biz bir mamlakatda qarang, bizning mushu davayimizni qilamiz desak, eng birinchi narsa nima desangiz, hukumatni mang'uzish. Hukumat bilan parlamentni mang'uzish. Bu eng muhimi. Eng birinchi o'rinda shuni qo'ymasa qolmaydi. Agar hukumat bilan parlamentni biz mang'uzamasak, bizning u mamlakatda bo'lgan davayimiz deb atsak olmaydi. Men shuna qarayman. Lekin endi biz Yaponiyaning ahvoli nihoyatda murakkab, nihoyatda sezgir, nihoyatda nozik bo'lganligi uchun shunga biz ishni xalqdan boshladik. Endi hozir bu xalqdan boshlangan ish endi Hojix To'qapanimning kuch chiqarishi bilan bu hozir ziyonlar qatnamagan. Bu o'sdi. Bu bir ilgirish deb qarayman men. Nima desin bir mamlakatni qarang. Bir mamlakatga bo'lgan bu bir millatga bo'lgan ziyonlarning ta'siri kuchli bo'ldi. Siz 10 ming odatli fuqaroni mang'uzgandan ko'ra 10 ziyolini maqola yozg'izib, har kuni yoki bo'lmasa har oyda bir parcha maqola ashunaq bir mang'uzib chiqara olsangiz, siz butun mamlakatni mang'uza olasiz. Shuning uchun meningcha shu Hojix To'qapanimning bu qatim qilgan ishlari nihoyat buyuk deb qarayman. Endi bundan keyin shundoq boshlangan bizning ta'sirimiz men hozir deb o'tgan shu hukumat, ondan keyin parlament shuni taraqqiy qildi deb o'ylayman. Endi bu bir masala. Endi ikkinchisi endi bizning shu Yaponiyalik tashkillanish ahvolimiz, biz tashkilotimizni Yaponiyadagi kuchlantirmasak bo'lmaydi. Hozir tashkilotimizda masala bor. Üniversiteye nurgun mesela şu Ministanın Naoko Hanım'ınki meselesindeyimiz, Şiray Şapan'ın meselesindeyimiz ya başkalarının elaki fikir birlik bulmaslığı. Anda Uygurlarının arasıdı mı? Fikir birlik yok hazır. Anda biz elaki nimeni ço? Elaki özümüzdeki bazı meselelerini ço yoşursak bulmaydı katli nazar. Elaki ağırkını yoşursan ölügün şu deydi o. Mesele boğan için biz meseleyi hal kılışımız gerek. Meseleden kaçmasımız gerek. Agar bu masalani hal qilmasak, bizning tashkilotimiz taraqqiy qilolmaydi ekan bundan keyin. Shunga men Dunyo Uyg'ur qurultoyiga bo'lgan taklifim Yaponiyadagi tashkiliy masalasini qat'iy nazar hal qilish kerak. Tashkilotimizni hal qilmasak olmaydi. Hozir o'tirg'i chiqmagan Uyg'ur burun Ilhom Mahmud apaning bo'lgan bo'lsa, hozir uni yoqadi Uyg'urlarimiz. Qanday qilib shu 10 Uyg'urni bir yoqqa aytganimiz? Buni o'ylashmasak olmaydi. Şuna mening Dunyo Uyg'ur qurultoyiga rahbarlarimizga biron taklifim balduroq shu Yaponiyadagi hozir saqlangan masalalarni hal qilib, tashkilotimizni yana bir qatim yangidan qurish yoki bo'lmasa hozir bo'lgan tashkilotni bir qatim isloh qilib chiqish. Bu to'g'riliq qarang. Biz shaxsiy obro'y yoki shaxsiy manfaat ularni qarang. Taq cho'rasak bo'ldi. Biz qat'iy nazar bir millatimizning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, har qanday shaxsiy ziddiyat, har qanday shaxsiy manfaat hammani qayrib qo'yib, yana bir qatim bir yakilishimiz kerak, yaponi qo'yib o'rlar. Men mushundaq bir talabni beraman.
Eğer bu teşkilatımızı kılmayken bizning işimiz teşkili bo'lmaydigan, her bir şahsi öz aldığı işlerini kıldıkken bizning işimiz hergiz Yaponiyada algı basmaydı. Endi Turmamet efendim, hazır siz davatsız da, yani keselini üşasan ölüm aşkara deydiğin gap var. Ben sizden demeyim olmaydı ama bazı şekillerde biraz başkalarının karlıgan bir şekilde ötep kalırgandaki bulavatımız. Endi benim hazır çöngen nesemi karaganda siz davatsız. Endi bu Yaponiyadaki teşkilatını biraz kengaytiş gerek, biraz birleş gerek de ben başkalarına birlik kiriş gerek de. Hem ya da hazır oturga çıkıvatkan adam demişim o hem meylen bilimiz şu bir İlham Mahmut efendim oturga çıkıp yani bir ne hazır davatsız teşkilat yok özünün üydün teşkilat kovadıdı deyse yani aşında derecede bir kurbanlıklarını bir tuttu. Hem mesela Hacı Kutluk Kadir efendim meyli Rabia Kadir Hanım ne Sıdık Hacı Ruz efendim olsun o mu yüzünün koldan kegince Uygurlar için Uygur azadlık için, müstakillik için elbette koldan kelgen köp işlerini kılıvadı dendi. Hem ya da adır sizge okşaş mesela veya ki başka normal yani kurallar içinde Uygur davasıga köngül bolatkan aldığın sekip çıkış idisi bağ bolgan Uygurlarning bağ davatısı hemdi. Bu şekilde bolsa elbette bunu ne deymiz? Birisi 1000 yölüsü mü yana bir tamga çıkışçı bir adam 1000 yölüsü mü özü bir men çıkay dep esilmese bunu bir kim üyelep birege apırıp boğulup olmaydı hemdi. Şu an hazır mesela Yaponiyadaki hemde mesele hazır bir karaş kattıydı kamdan nayte eğir bir mesele eken. Çünkü bu Avrupa devletlerinde siyasi hareket kısa Kalan hemisinden siyasi panalık oğallık için ola kokmay koşuk çıkalaylan gep. Abim siz dep öttünüz. Men yüzüm maske takıp elip bundan namayışka çıktım dep endi. Bunda bir korkunuş içinde elbette bu davanımı yaxşı elip bağlı olmaydı endi. Ama hazır bir yerde bütün hem Uygur teşkilatçılardan sorsak ya komuz yalan sorsak deydiğen yürek sözünüz bağ mı o desek hem meylenen deydiğen gibi birlik, ittifaklık deydi ama emniyette görünmeyatımızda hem müdahileti şu meyli Gollandiya'da olsun, meyli Avrupa'daki başka ülkede olsun, meyli hazır sizde pottunuz sen şu Avrupa Yaponia'daki 6 Uygur bir yere gelip deçaydınkini yine ayrılık İslam'da bunun kandan nimi sebepten ayrılışının üzerinden de bir yerde emin de oturuşunun yüzüme bir acı siz de karayım ama elbette ötken kıtım belki siz mi köygen buluşunuz mümkün. Abdülkadir Yapcan efendimden sohbetinde nayet yaxşı, nayet canlılık olan bir iş kelime söz kıldı. Mesela Uygurlarda elbette düşünce, ideya cihetlerden fikirlerde fark buluşu mümkün. Ama hemmisinin teki nişan yine bir boludu depçe. Ama hazır mesela siz dediğiniz fikirlerimiz bir xil emas dep. Fikirler bir xil bolmadı dep mesela birisi bir nesi kızıqdı, birisi bir nesi kızıqdı ama bu vatan davasıga umumi aldı mesela tegi maksat bir bolgan deyken endi mening tavsiyam öz işinlardan bir birlik oturga çıkarsanlar mesela bir sana yaratmay yeni birisi yaratmay ma şekilde bop kalsa endi bu hazır siz degendek hiç algı basmaydı endi Yaponiya endi hazır birinci okulugaç näsemi şu Yaponiyadaki Uygurlarga siyasi paralık şekillik Yaponiya hökümetinden bir karar eliş hakkında bir yolunu mengip çıkış gereken hem de bunun meyli Dünya Uygur Kurultayıdan bolsun, meyli başka çeteldeki siyasi teşkilatlardan bolsun, koldan kildiğen bir yardımdan talep kılıp, hazır siz davatsızdaki Demokratik Partiya hazır hukuk tutudu. Bunun bilen hiç kim tehi bir özara görüşüp bir özara sohbet boppak mı dedim. Bunun için mesela hazır siz meyli İlham Mahmut efendim bilen sohbetleşin, meyli Hacı Kutluk Kadir efendimle sohbetleşin, meyli bu taraftan Dolkun İsa efendim, Rabia Kadir Hanım, bular bilen sohbetleşin. Buları özara arılık kıseliş arkalık mı ya ki birleş ne deyimiz? Aşı Yaponiya hükümetiga bir mening tavsiyam şu Uygurlar siyasi panalık beriş hakkında çünkü bularning qaytışının testligi bir yerde bir Uygur davası için iş qilaman dese çokum bir özde Xitoy pasportu bo'lmagan yani başka bir devletten pasportu kerakligini yani onun için Yaponiyaning pasportunu erişim deymiz devletga bir iltica qilish haqida yani bu şekilde hem de Yaponiyadagi Uygurlar mesela bu vatan davasını çokum bir qilimiz deydigan niyet kelgan bo'lsa Müştü bir birleşti dep qarayım hem de sizin başka yana qandaq talaplarınız var programımız mı biraz uzurap ketdi herhalde. Televizyon görüşümüzün köp vaqtini muammayla. Hem sizden hazır bu şekilde bir kallanızda mesela birlik hakkında Yaponiyadagi Uygurlarning qandaq qilib bir aldığı
desep mağdu diyen ne mesela? Kanda kısak meşedeki işlerimiz yaxşı oldu. Yapınedik mesela en çok mesele azmış pasport meselesiken. Köple özü mehbi aldı, özünün ismini çıkaramay manda hareket kıyıptı. Bunun aldığını eliş için çok pasport lazım. Bunu kanda kalkılımız diyen meselelerden de hazır o özara mesela İlhan Mahmut yaxşı kılmadı. Hacı Kadri ona yaxşı kılmadı. Mesela sizin yeni birisi Mahmut Tur Mehmet bunu yaxşı kılmadı deyip hem de hemmeyle birbirine yaxşı kılmadı deyip öteyiversek elbette eyipsiz adam tepilmaydı deyip hem de hemmeylerinden birden eyip boludu. Ama kanal olsun ben gerçi bevasıta pek alakam yoki yaxşı bir söhbetim bolmuş mu? Bir ya da Hacı Kadir efendim bolsun, İlhan Mahmut efendim bolsun, yani bulağa nayeti köp rahmetini bildirme. Çünkü aşı yani Yaponia'daki Uygurlar o biraz dese iş kandak bir bilinmeydi de bu iş gelen hem de kandalık olsun özü koldan kegince bir sen oturup çıkarırdı hem de. Mesela sizden mi yakından beri alakıldım. Sizden normal işlerinizi anlamadım ben bugün bir Yaponia'da yaşayan normal puhra şekillik Yaponia'daki Uygurların ahvali ve siyasi bu davanın kandak itibaqalı hakkında söhbet kıldık. Hem de bir yerde bu söhbetimiz biraz teşkilatlarının yani bu Yaponiya Uygur cemiyeti hakkındaki bazı nesnelerge ötep gitip kaldı. Hem de sizin hazırımda bu şekilde mesela Yaponiyadaki Uygurlardan nimelerini kütsüz. Keteldeki Uygur teşkilatlarının nimelerini kütsüz. Yani müşakta bir sözsünüz. Şonla söhbetimizni ahırlaştırsak. Ben atırak kılay özümni. Hani birincisi hem Yaponiyadaki şu teşkilatların işini desek hem de bu bir teşkilat bolsa yaxşı. Hemmimiz bir teşkilatga beşimizni bir yer kılıp aşı bir yandan kol çıkarıp kısak işlerimiz oңuшлuk boldu dep qarayman. Hem de hazır İlhan Mahmut efendim nadi yaşlan kılıwatydy. Qutluk Kadir efendim nadi obdan yaşlan kılıwatydy. Hani men özüm şahsi maqallalarni yazıp e'lon qildim, leksiyalarni o'tdim. Mesela şu 6-nji 26-njy kuni özüm bir leksiya so'zlashig'ini açtım. Bir 10-15 yapıllık geldi. Onu sınavga elip yani keler hafta sınavga çıkarmaz hem aşını mı? Hem de her birimiz öz aldığımızı kılatımız da hazırgıça. Şu anda hemimiz buraya yığılsak deyman. Yığılıp hem birbirimizni e'tirof qilishimiz, birbirimizni yo'l qo'yishimiz, birbirimizni hurmat qilishimiz. Shu asosda kuchimizni bir qilib tashkiliy holda shu da'voyimizni davomlashtirish. Bu mening bir ümidim. Endi dunyo Uyg'urlarga bo'lgan ümidim nima desiniz? Mushu bizning mushu Yaponiyadagi hozir o'tirg'i chiqmaydigan Uyg'urlarni amalda yana bir yerga yig'ib hammamiz endi o'zimizning fikrlarimizni o'tirib qo'yib burun bo'lgan ishlarni yana konu qarmani so'ramay endi o'tgan ishlar o'tib ketdi deb oldiga qarab mansoq deyman. Shuningga bir obdan rahbarlik qilsa deyman dunyo qurultoyi bo'lgan taklifim. Endi boshqalardagi Uyg'urlarga mening bo'lgan talabim nima desak, biz ham Yaponiyada nurg'un materialga bo'libmi shu har xil paket materiallarga nihoyat muhtojda. Endi ashundaq bir paket materiallarni biz taklif qilgan chog'da, talab qilgan chog'da shuni ashunga yordam qilsa. Endi shu bir talabim bor. Boludan da olsa sizle yaxşı söhbet kıvaldık. İnşallah yeni bir kıtamlık söhbet kılış fırsatımız bolup kala. Sizge köp utuqlarını tileyme. Hayır hoş, onda olsa bugünkü programımızda bir şeyde ayarlaştıraylı. Aman bolun. İnşallah rahmet. Birincisi sizge nayet çin ko'nglimda minnatdorlik bildirman. Siz shaxsan nayet obdan ishlarni qilyapsiz. Bu masalan abiyam Abduqadir Yakcha efendimninki. Endi ashundaq endi biz Uyg'urlar ismini anlagan, lekin ovozini anlamagan odamlarning ovozini biz anlatib beryapsiz kam. Mush to'g'riliq men sizga nayeti, sizdan nayet rozi. Ashu o'zingizning tutgan yo'lda mangsangiz, o'zingizning mush hozirgi yo'lingiz bo'yicha mush ovozni anlatmaydigan Uyg'urlarning ovozini anlatib bersangiz, Allah Taala sizdan rozi bo'ldi. İnşallah rahmet sizga. Elbette yani kimle bolsun yani Yaponia'daki başka Uygurlar bolsun mu? Mesela ben bilen söhbet kılış arzusu bulup kalsa elbette bana e-mail arkalık ya telefon arkalık bana elbette tepki alayımız. Yani hazır mesela sizin bu nurgun Yaponia'daki Uygurlar'ın bilmesi ki mümkün sizin avazınızda anladı, sizin ideallerinizi bildi.
Yani belki sizinkini doğru deyişim mümkün, belki hata deyişim mümkün. Ama bir yerde çünkü bizden Erik Televizyon'unki müşahazır Uygurlarınki hazır size etkendik bir avazını yani başkalarına anlatış yani bu yerdeki asas Uygurların avazını özara dünyanın hammi başka milletlerine anlatamazsak mı Uygur'un yüzüge olsun anlatış məqsədi oturuğa çıktık hem de. Bu şekilde yani başka Yaponiyadıki Uygur ziyalılarımızdan mı elbette Erik TV'den alaq qilib bizden söhbət qilishni qarşı almaz hem de. Hürmetli televizyon köykiler, şunun bilen bugünkü programımız müşahede yaklaştı. Yukarıdımı dep ettim. Erik televizyonu yani bütün dünyadaki Uygurların bir avazını, öz köңülüdeki yürek sözlerini anlatış məqsədi kurulgan. Şunun için Erik TV bilen bevasıta alaq qilib, öz köңülündeki qılmaqçı olan geplerini, Xitay hükümetiga bevasıta qılmaqçı olan geplerini gerçi tilimiz Uygur tilida taqatqan bolsak mı, elbette Xitay bexatarlik xodimlari buni ko'rib turishi aniq. Va yoki o'zimiz turayotgan rayonlardagi ma'lum masalalar haqida, mesela Uygurlar buningki nimalarni qila olamiz, qaysi taraflarni yaxshi qila olamiz, qaysi taraflarda xatolik bo'layotdi, bu haqlarda o'zaro erkin bir fikr qilish maqsadlar bo'lsa, Erik TV bilan bevosita aloqa qilsanglar bo'ladi. Bizning telefon nomerimiz hozir Turkiya İstanbul'da yani 0090 534 376 94 01. İşxana telefon numaramiz 0090 212 510 90 56. Va yoki tor bitimiz orqali bizdan email orqali ko'rasizlar bo'ladi. Erik TV'ga har xil tek fikir o'zinglarning yani o'ylaganlaringlarni her zaman bersanglar biz elbette qizg'in qarshi olamiz. Xayr xo'sh, Allohga emanet bo'linglar. Kelar qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Keklik bir dairədən xəbər veriyorsunuz. Şunun bilan biz bugünkü söhbət proqramımızda Yaponiyada yaşayotgan bir qism Uygur ziyolilar bilan söhbət elib bordik. Bugün tunji Yaponiyadagi qılınğan söhbətimiz Yaponiyada Tokyo şəhərində yaşayotgan Turməhmet aka bilan o'tkazgan söhbətimiz o'zingizlarda bo'ladi. Qani yoqtirib ko'rgaysizlar. Assalomu alaykum Turməhmet efendim, qanday ahvolingіз, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Abdurahmon akam, qanday ahvolingiz? O'zingiz yaxshi turdingiz? Rahmat. Inshaalloh nayt obdan xizmatlarni qilyapsiz. Men ham Yaponiyalik bir Uyg'ur ziyolisi bo'lib bilan oldin bilan sizga rahmat aytaman. Rahmat, sizga rahmat. Turməhmet efendim, bu bugünkü programımız hem bu Yaponiyadaki Uygurların ahvali hakkında yani məxsus bir etraflı bir programı qılaylı edip sizge telefon qıvatıma. Bu programımızı başlaştım burun. Aldı bilen televizyon köyçülerimizge sizni bir kısa tanıştırsak yani siz kim? Nimiş qılğan adam bunu televizyon köyçülerimiz kısa bir düşençe asıl kısa. Onun için sual cevaplarımızı başlasak. Aldı bilen özünüzü bir tanıştırıp etken bolsanız. Rahmet. Men ismim Turməhmet Hashim bo'ldi. Asli 1994 bir shirkatda ishlab kelyapman. Burun Kyushu tarafda tug'andim. Yaponiyaning oroli Tochon oroli bor, shuning ichidagi Kyushu oroli deymiz. Shu yerda tug'an. U yerda 2003-yilda tug'dim. Tokyoga 2004-yilda keldim. Yani Tokyo kelgandan keyin başka bir şirket xizmat qilib ishlab, hozirgacha Tokyoda turib kelyapman. Ko'p rahmat Turməhmet efendim. Endi sualımızla başlasak. Birinci sualım Yaponiyadagi Uygurlarning bir soni taxminan qanchalik va bular qaysi bölgelerde jiqroq yashaydi? Bularning şu anki normal nemislar bilan shug'ulda bu haqda bir qisqa bir ma'lumot bersangiz avval. Yaponiyaga biz Uyg'urlar shu Ikkinchi dunyo urushi mezgilida bir qatim kelgan ekanmiz.
Hem de o asasen şu 30. yılları, 40. yılları Şarkı Türkistan müstakilligini arzu kıldıgan, Şarkı Türkistan müstakillikka toğruluk küreş kılgan kişilerimizden nurg'unlar bir 20 aildekler şu Tokyo'da Yoyogi'de oltıraqlaşıp diken. İkinci Dünya uruş ahırlaşkandan keyin Yaponiya teslim bo'lgandan keyin injili men Yaponiyaga Fukuoka'daki Kyushu Üniversitesi degan bir üniversiteye aspirantlıklarını kelgandim. Kelishdim burun vatanimizdagi Yazılık institutida hozir yazılık dashi bo'lib ketdi. Shu yerda so'zlik fakultetida o'qituvchi edim. Dashini Beijing Noya dashida o'qigandim. 85-yil bitirib, shu yili Banondaymiz, Baynuşen'deymiz burun hem de. Hozir yazılık institut dashisidaymiz. Shu yerda o'qituvchi bo'lib ishlagandim. 94-yili Kyushu Üniversitesiga kirib 99-yili doktorluk ünvanı aldım. Doktorluk ünvanı algandan keyin mening o'qituvchim hamda doktorluk ünvanı algandan keyin vatanning qaytsan degan taklifni bergan. Lekin men vatanga qaytishni xohlamasdan Yaponda turib qolishni arzu qilgandim. Muallim buni unumadi. Unumag'andan keyin men hamda o'zim bir şirkatdan xizmat tepib hamda asli ilmiy tadqiqot bilan shug'ullansam bo'ladi, lekin undaq sharoit men bo'lmagandan keyin men bir shu shaxsiylarning bir shirkatida ishlab 99-yildan hozirgacha Assalamu alaikum Erik TV'nin aziz görünmelleri. Erik televiziyasiga hoş geldinglar. Yakınki bir aydan buyon Xitoy hakkerlarining Erik televiziya tor bitiga o'zgacha hujum qilish sababli va Erik televiziyasining bosh markazini Turkiya Istanbulga ko'chib kelganligimiz uchun bir aydan buyon davomli film yo'llab turish fursati bo'lmadi. Bugun yana arkadaşlarım bilan uchrashganligim uchun intayin xushalman. Hürmetli televizyon köykiler, Erik televiziyasi 2009 yılı 9. ayda kurulgandan buyon normal her haftada 2-3 son yani haber yollab kelyapmiz. Yakınki bir 2 aydan buyon hozir so'zlab o'tgandek ma'lum sabablar bilan haber yollayolmagan. Erik TV'nin yani bu yerda ishlayotgan odamlarimiz nihoyatda kamchilik bo'lganligimiz uchun bu Uyg'urlar bir qismlari qalgan o'xshaydi Yaponiyada nəhayət az sonlikilar. Lekin ko'p sonlikilar vatanga qaytganlarim bor ekan, boshqa ellarga, masalan, Saudiya Arabistonga, Turkiyaga ketganlar bor ekan. Lekin ikkinchi turkum kelganlarimiz 1986-yili Yaponiyaningki shu xususiy universitetlar uyushmasi degan bir organ bor edi. Shu organ orqali vatanimizdan yosh mutaxassislarni Yaponiyaga akilib tarbiyalash bir cho'ng proyektini boshlab 86-yili. Shu munosabat bilan 86-yili 15 balog'i demoqchim. Tunji qitim Yaponiyaga kelgan. Shundan boshlab asosiy Uyg'urlar asosan Yaponiyaga o'qishga va yoki bo'lmasa tadqiqotchilik bilan Yaponiyaga kelishni boshlagan. Hozir hisoblasak 20 yilda yashab ketgan bo'ldi. 85-yildan 20 necha yil o'tib ketgan bo'ldi. Shu 20 yildan beri Yaponiyaga taxminan 1000 necha yildan ortiq Uyg'urlar kelib, o'rganish